O'zbek Gidroenergo aksiyadorlik jamiyati tashkil etilgan 2017-yilda respublikada jami quvvati 1604 megawatt bo'lgan 36 ta gidroelektr stansiyasi faoliyat yuritar edi. Ta'kidlanishicha, so'nggi yillarda amalga oshirilgan investitsiya loyihalari natijasida ishlab chiqarish quvvatlari 800 megawattga oshirilib, umumiy quvvat 2400 megawattga yetkazilgan. Bu vaqtda aksiyadorlik jamiyati mutasaddilari ishtirokidagi matbuot anjumanida aytib o'tildi. Ma'lum qilinishicha, bugungi kunda respublikadagi gidroelektr stansiyalari soni 100 tadan oshadi. O'tgan davr mobaynida 13 ta mavjud gidroelektr stansiya modernizatsiya qilingan, 64 ta yangi obyekt foydalanishga topshirilgan. Ushbu loyihalarni amalga oshirish uchun jami 1.3 milliard AQSh dollari miqdorida investitsiyalar jalb qilingan. Yig'ilishda 2025-yilda erishilgan natijalar haqida ham ma'lumot berildi. 2025-yilda jamiyatimiz tomonidan 6,5 milliard kilovat elektr energiyasi ishlab chiqarildi hamda 237 million dollar investitsiya mablag'lari davlat investitsiya dasturi doirasida o'zlashtirildi. Hamda bundan tashqari yana bir yo'nalishimizdan biri bu sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hisoblanadi. O'tgan yilda sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish 700 milliard so'mdan oshdi. Ta'kidlanishicha, joriy 2026-yilda esa elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini 15% ga ortig'i bilan bajarish, 264 million dollar hajmdagi investitsiyani o'zlashtirish va sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 935 milliard so'mga yetkazish rejalashtirilgan. Bundan tashqari, amalga oshirilgan investitsiya loyihalari doirasida bu yil 2026-yilda ham jamiyatimiz tomonidan 152 megawattga teng bo'lgan 15 ta yangi ishlab chiqarish obyektlarni foydalanishga topshirish rejalashtirilgan hamda ushbu loyihalar doirasida 276 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Matbuot anjumanida gidroenergetika sohasida mahalliylashtirish darajasini oshirish, suv omborlari va gidroenergetika obyektlarida raqamlashtirish hamda avtomatlashtirish borasida qilingan ishlar haqida ham ma'lumot berildi. Tadbir so'ngida jurnalistlarning mavzu yuzasidan berilgan savollariga mutaxassislar javob qaytarishdi.